Hurmatli tinglovchilarimiz, mana yana bitta qisqa video lavha qilib tushuntirib boraman va bundan keyin haftada 2 marta vaziyatga qarab bundan ko'proq bo'lar. 1 marta, 2 marta qilib tushuntirishlar, video lavhalar qilib tayyorlab sizlarga yetkazib boraman. Endi kimda qanday savol bo'lsa yoki og'ir bemorlar bo'lsa yoki muammoli, sporniy deydi-ku, diagnoz qo'yilgan bemorlar bo'lib, meditsina, tibbiyot yo'nalishida sizlarni o'ylantirib kelayotgan yoki oxirigacha yetmagan, hal bo'lmagan savollaring bo'lsa, muammolar bo'lsa, soat 1 dan keyin, 2 dan keyin telefon qilinglar, yozinglar, albatta kelinglar. Har bir fuqaro bilan, har bir bemor bilan individualniy deydi-ku, alohida o'tiramiz, maslahatlashamiz. Men sizlarga tushuntiraman, tushuntirishlar beraman. Qayerga borish kerak, kimga uchrash kerak, nimalar qilish kerak, nima yo'l tutamiz, hammasini sizlarga ochiq oydin tushuntirib boraman. Ya'ni mana hozir ro'yxatga o'zim uchun, sizlar uchun yozib oldim. Og'ir kasalliklar bor, og'ir bemorlari bor. Bemorlarni aka-ukasi, ota-onasi, yoru birodarlari, qo'shma jarohati bor bemorlar bo'ladi. Uyda yotgan, boshqa viloyatlardan operatsiya bo'lib kelgan, yana qayergadir borish kerak bo'lgan, o'sha qayergadir borish kelgan joylarini hal qilamiz. Bolalar ortopediyasi mana hozirgi paytda juda ham bolalarda, kattalarda ham uchrab turadigan patologiya, ya'ni kasalliklar, jarohatlar. Shu mavzuda ham juda katta tushuntirishlar olib boraman. Ortopediya, bolalar ortopediyasi bo'yicha ko'p Toshkent shahardan, o'zimizdan ishlab chiqarilgan, Turkiyada ishlab chiqarilgan, Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan bolalar oyog'idagi bolalar yassi oyoqliligi yuzasidan juda ko'p mahsulotlarimiz kelgan. Ularni ko'rsatamiz, taklif qilamiz. Kerak bo'lsa, shu tomondan bolalar travmatolog, ortoped doktorlarini taklif qilib, sizlarga maslahatlar beramiz. Nevrologik kasalliklar, juda ham hozirgi zamonda nevrologik kasalliklar ko'p. Onkologik bemorlar bor. Onkologiya, o'simta kasalliklari, ular sohasida proktologiya mana bo'limimiz bor. Bemorlarimiz ko'plarida gemoroy tashxislari bor, shu kasallik bilan qiynalib yurishadi. Svishlar deydi, mana oqmalar, to'g'ri ichak kasalliklari, oqmalar bo'ladi. Juda ham yana hozirgi paytda muammoli, o'ta dolzarb kasalliklardan bittasi, muhokama qilinadigan, dori-darmon talab qilinadigan qandli diabet kasalligi. Qandli diabet kasalligi yuzasidan ham sizlarga juda ham o'rinli, juda ham zarur, juda ham kerakli ma'lumotlarni beramiz, tushuntiramiz. Insulin to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Insulin qachon olinadi, qancha dozada olinadi, uni kim sizlarga tanlab beradi, qisqa ta'sirli insulinlar nima, uzoq ta'sirli insulin nima, insulin dozalarini necha mahal olinishi, necha dozadan olinishi, bular to'g'risida ma'lumotlar beramiz. Qandli diabetni
asoratlari to'g'risida ma'lumot beramiz. Xullas, qandli diabet juda ham katta mavzu. Uni 2 3 4 xudo xolasa video lavhalar qilib tushuntirib boramiz. Undan keyin bepushtlik mana yana bir muammo, dolzarb masala. Toshkent shaharidan juda ham malakali bepushtlik bo'yicha shug'ullanuvchi doktorlarimiz, kursdoshlarimiz bor. Bularni bir oyda bir marta, 2 haftada bir marta taklif qilamiz. Kelishadi, ko'rishadi. Bepushtlik yuzasidan kimda muammolar bo'lsa, murojaat qilinglar, yozilinglar. Navbatga Toshkent shaharidan albatta ginekolog, bepushtlik bo'yicha shug'ullanuvchi doktorlarimizni taklif qilamiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Keyingi holat ginekologik kasalliklar. Ginekologik kasalliklarda ham juda ham turlari ko'p. Bular to'g'risida ma'lumotlar beramiz, yordam beramiz. Undan keyin allergik kasalliklar, allergolog shifokorlarimizni taklif qilamiz, maslahatlashamiz. Mana bahor kelyapti, ko'pchilikda allergiya boshlanadi, chuchkurishlar, aksirishlar, juda ham noqulay holatga kelib qoladi bemorlarimiz bahor faslida. Bularga yo'nalishlar beramiz, takliflar beramiz, mutaxassislar beramiz, chaqirtiramiz, maslahatlashamiz. Nimaiki savollar bo'lsa, hammasiga Xudo xolasa yechim topamiz va birgalikda maslahatlashamiz. Nomerlarni qoldiraman. Nimaiki savollaring bo'lsa, hammasini savollarni yozinglar, qo'ng'iroq qilinglar. Abitdan keyin, 1dan keyin, 2dan keyin navbatga yozilinglar. Har bir fuqaro, har bir bemorni aka-ukasi, ota-onasi, yoru birodarlari uchun alohida vaqt ajratamiz. Sizlarga qo'ldan kelganicha yordam beramiz. Rossiya davlatiga, Toshkent shaharga, Yevropa davlatlariga, Hindistonga borish istagida bo'lganlarga yo'l yo'rig'ini, qonun qoidasini ko'rsatamiz. Hammasiga yordam beramiz. Yana bitta masala, hozir O'zbekistonda o'zida buyrak kasalliklari, buyragi qurib qolgan, buyrak almashtirish kerak, kimdandir buyrak olib buyrak qo'yish kerak, jigar kasalliklari, jigarda o'sha bo'lgan o'zgarishlar. Mana shu jigar va buyrak operatsiyalari bo'yicha Toshkent shaharda, o'zimizni Toshkent shaharimiz, O'zbekiston davlatimizda 2 katta klinikalar bor. Mana shu klinikalar bilan maslahatlashib, shu klinikalar bilan kelishilgan holda sizlarni mutaxassislarga jo'natamiz. Hindistonga borish shart emas. Toshkent shaharida, Samarqand, Buxoro, Xorazm shaharlarimizda, Andijon mana vodiylarda shu operatsiyalar yo'lga qo'yilyapti. Turkiyadan, Rossiyadan katta doktorlar kelyapti. Bular bilan maslahatlashamiz. Sizlarga tibbiyot sohasida, tibbiyot yo'nalishida qo'ldan kelgancha yordam beramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Kuzatuvda bo'linglar. Har haftada 2 marta vaziyatga qarab sizlar bilan sizlarni qiziqtirgan savollaringga javob beramiz, maslahatlar beramiz, takliflar beramiz va sizlar bilan Doktor To'xa klinikasida ko'rishamiz degan yaxshi niyat bilan xayrlashamiz.